Xo'sh. Bu qaysi qishloq bo'ldi? Tushunmadim. Nima uchun bu yerda g'alati narsalarni qurib tashlashgan bu yana? Mashina, loyli garaj ichida nimalar bo'lyapti bu yerda o'zi? Tushunmadim. Xo'sh. Tak, daraxt yiqilgan. Bu yerda esa огород, chin ursin. Atrofda manzara go'zal. Bu yerda yaxshisi shahar qurgan ma'qul. Nima? Bu yerda tobutlar, chin ursin. Aqldan ozishganmi bu yerdagi aholi? Tak, yana nimalar bor ekan? Yo'l buzilib yotibdi. Axir 1 daqiqalik ish. Mer qani? Mer qayoqqa qarayapti? Tak, u o'rtaroqda mana. Xo'sh, janob mer. Ertalab bo'libdi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Winston va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, kanalimizda 1000 ta obunachiga oz qoldi va umid qilamanki, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Tak, ertalabdan biz hozir ishga otlanishimiz kerak, chunki soat 9 bo'lib qoldi. Men esa hali fermamga qaraganim yo'q. Ana chin ursin, Krezniki уже qaralgan va o'sishni boshlabdi. Xo'sh. Winston, nima bo'ldi? Qara, mer, nima? Xullas, bizni qishloqqa admin kelibdi. Admin u kim? Serverning egasi, tezroq yur. Nima bo'lyapti o'zi? Shuni gap o'ylab bilib olamiz. Ha, yo'q, men birinchi fermamga qarashim kerak. Adminni esa keyin ko'ramiz. Xo'sh. Tak, mana bularning hammasini chopib olay. Yaxshi. Adminlar bilan men esa ishimni qilishim kerak, do'stlar, chunki bizga yana ham ko'p pul kerak bo'ladi. Hamma biladi, men qurol sotuvchiman va yaqinda haqiqiy qurol do'koni ochamiz. Undan tashqari do'stim topildi. Yo'q, u o'lmagan ekan. Uni shunchaki Crazy vaqtinchalik yashirib qo'ygan ekan o'zini bunkerda ishga ko'ndirish uchun. Shunday qilib, tak, nima, yo'lni hali ham tuzatishmabdimi? Ha, yomon. Agarda o'zi merni o'yini yonida mana bu taraf shunday buzuq bo'lganda, o'sha vaqtini o'zida tuzatib qo'yishardi. Xullas, o'sha gap mer. Men bu qishloqni yo'q qilaman. O'rniga esa shahar quramiz. Lekin bu yerda chiq, bu yerdan muhim narsalar ketyapti. Kim bu yana? O'yinchilardan biri. Xullas, shunaqa gaplar. Ana u yerda umuman tobutlar yotibdi, огородlar buzilgan, qishloqning chekkasida qandaydir mashinali, loyli garaj turibdi. Bularning hammasi mumkin emas. Ana u yerdagi buzuq yo'lni aytmasa ham bo'ladi. Qishloqning bir burchagida esa daraxt qulab yotibdi. Daraxtda nimaga olib tashlashmagan? Hammasini hal qilamiz. Endi kech. Jin ursin do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Endi nima bo'ladi? Shahar, qanaqangi shahar? Bizni qishloq. Uni yo'q qilishmoqchi. Jin ursin, Crazy jitelga tezroq aytmasam bo'lmaydi. Balki qo'ldan biror nima kelar. Tak, bo'ldi do'stlar, tezroq borishimiz kerak. Jin ursin, bizni qishloqni ya. Qo'y, Crazy, eshikni och. Crazy, hozir chiqyapman. Tezroq. Nima deysan ertalabdan? Xullas, bizni qishloqni yopmoqchilar. Ana bu yerda admin yuribdi. Admin? Ha, qishloq o'rniga shahar qurar ekan. Hozir ko'ramiz. Aytgancha. Jiyan, uyimning eshigini yopib bor. Xo'p, bo'ldi. Endi esa ko'rib qo'y qanday qilib kattalar ishlarni hal qilishini. Xo'p. Xo'sh, qayerda edi? Hozir mana shu yerda merning uyida. Admin. Ha. Men sizga qishloqdan ketishingizni taklif qilaman. Taklif qilasan? Ha, chunki bu meni zonam, shuni tushunasizmi? Zonang seni. Ha? Hozir. Nima edi bu? Nima? Ha, kek qilib yubordim. Ko'ramiz, qilib yubordi. Qurollar hammasi olib kelindi. Sen merni chalg'ib tur, men kamaz olib kelaman. Kamaz ishi to'la qurol. Qurol? Ha, tushunursin. Ey, shoshma. Nima bo'lyapti? Xullas, bizni qishloqni yopmoqchilar. Kim yopmoqchi? Admin? Ha, yomon. Tushunursin, yomon deb ketib qoldi. Nima qilamiz? Tak, o'yla, Winston nima qilish mumkin? Balki admin aytgan kamchiliklarni yo'q qilib chiqsam, chana yerda rostdan ham daraxt qulab yotibdi. Hozir mana shular bilan shug'ullanamiz. Qani balki rostdan ham kamchiliklarni yo'q qilsak, admin bizni qishloqni tinch qo'yar. Xo'sh. Tak, buni olamiz va endi ishni boshlaymiz. Bizga birinchi navbatda shag'al kerak bo'ladi, chunki yo'lni tuzatmoqchiman. U eng osoni va shundan boshlaymiz. Faqatgina qishloqning ichidagi shag'alni ola olmayman, chunki hammasi faqatgina yo'laklar uchun to'kib chiqilgan. Atrofida esa topish mumkin bo'ladi. Mana shu atrofda ko'rgandim, chunki uyimning yonida o'zim ham bo'ldi topildi. Daroshga qilgandim, mana shu yerdan kovlagan edim. Bo'ldi, yaxshi. Mana bularni hozir olib boramizda bemalol daroshkani to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Tak, bular bizga kerak emas. Endi ketik do'stlar, bu yaxshi, chunki eng boshdan hozir muammolarni hal qilishni boshlaymiz. Shunda admin ko'radi. Albatta, mana bu qurilib qo'yilgan narsalarni yo'q qila olmayman. Ayniqsa bu yerda Trumpni uyi turibdi. Uni ham yo'q qilish muammo bo'ladi, ammo hech bo'lmasa ko'rsataman bizni qishloq o'zgarishi mumkin ekanini. Xo'sh, qani kelinglar, endi bu yerdan
Tak, yopishni boshlaymiz. Ha, juda ham chuqur buzilibdi. Gravi tushib ketgan, hattoki faka qo'yib qo'yishgan, hech kim tunda tushib ketmasin, ko'rinsin deb. Bu nima bo'lgani? Kanalizatsiyamikin? Ha, mayli yopib qo'yaman, chunki sassiq hid kelyapti. Tak, yetmay qoldi. Chinimsin qolishga to'g'ri keladi. Mayli. Shu yerning o'zidan ozgina yerni olamizda. Hozir yopib tashlaymiz. Bu yerdan chiqishimiz kerak va yo'lni to'g'irlaymiz. Tak, mana va mana bo'ldi. Endi esa bu yerlarni yopish kerak. Mana bu yoqqa va mana bo'ldi do'stlar. Qo'yil. Tak, barrikadalarni ham buzib tashlaymiz va shunchaki chetginasiga qo'yib qo'yamiz yo'lni. Mana bunday qilib. Bo'ldi. Endi esa ketik. Boshqa kamchiliklarni ham to'g'irlashimiz kerak. Yana nima qoldi? Daraxt qaysi tarafda edi? Xo'sh, mana shu daraxtni hozir bu yerdan olib tashlaymiz. Sinib tushgan o'tgan safar juda ham qattiq shamol bo'lgandi, yomg'ir yoqqandi, menimcha shuni nasorati bo'lsa kerak. Qishloqda bir nechta daraxtlar yiqilgandi. Qaysilaridir olib tashlashdi, qaysilaridir mana bunday joyda turibdi. Xo'sh, buni hozir yana ekib qo'yamiz o'rniga va bo'ldi. Endi buni olishimiz mumkin. Barglardan tozalab tashlaymiz va bo'ldi. Endi admin ko'rmaydi bu yerda daraxt singanini. Ham o'rniga mana ikkitasini ekib qo'ydik, bitta ortiqchasi bilan. Ajoyib. Endi esa yana nima qilishimiz mumkin? Xo'sh, mana buni aytganda shekilli, garaj deb, buni ichida mashina turibdi. Men ham ko'rgandim, lekin buni buzib tashlay olmayman, chunki o'yinchilar qurgan narsalarni, qishloqni ichidagini buzish mumkin emas. Mayli. Lekin admin bilan kelishib, agarda ruxsat bersa, buzib tashlashim mumkin bo'ladi. Ungacha qishloq ichidagi mayda-chuydalarni yo'q qilay. Xo'sh, tobutlarni ham bilaman qayerdaligini, mana bu yerda. Bularni ham hozir yo'q qilib chiqamiz. Bizga kerak emas. Xo'sh, yaxshi. Tak, hammasini birin-ketin olaveramiz. To'siqlarni qo'yib tashlashgan bu yerda avval duradgor ishlarda aynan shunaqangi tobut narsalarni yasab turardi, lekin endi u afsuski o'zi ham o'lib qolgani uchun bizda boshqa duradgor yo'q. Shunga nima ham qilardik? Tobutlarni ichkariga tashlashimiz kerak. Bularning hammasi bo'sh. Yo'may qo'yishga joyim yo'q. Bularni uy kichkinagina edi, aniqrog'i ustaxona edi bu yerda. Chinursin, takqa qo'ysam ekan, admin ham hozir aylanib kelib ko'rib qoladi. Chinursin qo'yib bo'lmayapti umuman. Mana bularni qayerga qo'yaman hali? Yo'may, bularni ko'pligini-chi. Xo'sh, balki tak bir-birini ustiga qo'ysamchi suyab. Yo'may, narvon xalaqit beryapti. Mana bunday va tak bunaqasiga qo'yib bo'lmaydi. Qani suyab. Buni qaranglar, suyab qo'ysa bo'lar ekan. Sizlar esa do'stlar kanalga albatta obuna bo'linglar, chunki biz qishloqni qutqarishga harakat qilyapmiz. Bu juda ham katta ish ko'rib turibsizlar. O'sha zaborlarni ham olib tashlaymiz. Bular ham bu yerga chunki noqonuniy qo'yib tashlangan va hammasini yo'q qilishimiz kerak. Yo'l ochiq bo'lishi uchun yaxshi. Endi esa bu tarafini ham olib tashlaymiz. Bo'ldi. Zaborlar bu yerda yo'q. Endi mana bu yoqqa tashlab qo'ysak bo'lgan. Zo'r do'stlar, mana hammasi tozaroq bo'ldi. Uyda hech kim bo'lmasa ham kelib chiroqni qo'yib qo'yamiz, aniqrog'i fakelni va qani tepaga ketdik. Xo'sh. Bu yerda yana nimalar bor? Trampning uyi ham juda ham xunuk turibdi. Qishloqqa umuman mos kelmaydi, lekin uni o'zingiz tushunasiz, buzishimiz mumkin emas. Xo'sh, yana nimalar qoldi? Yo'lni tuzatdik. Adminning o'zi qani ekan endi? Tushunursin, ko'rmayapman. Xo'sh, yana nima qoldi? Tak, qo'shimcha xunuk binolar bormikin? Yana buzib tashlashimiz mumkin bo'lgan. Mana bu yerda mashinani qo'yib ketgan egasi anchadan beri yo'q. Shuni buzib tashlaymizda, mashinani o'zini parkovkaga qo'yib qo'yamiz va mana bularni olishimiz kerak. Tak, mashinani o'zini bu yerdan olganimiz ma'qul. Hozir bitta yarimta blok ustiga tushsa juda ham yomon bo'ladi. Qirilib, chizilib yoki sekin korpusning o'zi qayrilib qolsa xunuk bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu yerda qoldiramiz va ketdik. Mana shu improvizatsiya qilib qurib tashlashgan tomni olib tashlashimiz kerak. Xo'sh, bu bizga kerak emas. Bularning hammasini buzib tashlaymiz. Hayronman nima uchun qurib tashlashgan xunuk qilib. Xo'sh, davay. Bo'ldi do'stlar, buni qaranglar qanday zo'r chiqyapti. Qishloq endi bo'shadi. Mana bu uyni o'zini ham ta'mirlab chiqsa yaxshi bo'lardi, lekin men bu ishni qilmayman, chunki mana shu hozir borni ham qilib chiqsak, shuni o'zi yetadi. Bor yo'g'i adminga ko'rsatishimiz kerak. Mana bizni qishloq o'zgarishi mumkin, unchalik ham yomon emas ahvol deb. Undan tashqari bizni qishloqqa albatta yaxshiroq mer kerak. Agarda yaxshi mer bo'lganda, tak, bu yana kimning uyi bo'ldi? Tushunmadim do'stlar, sharoitlari zo'r-ku. Yo'may, bir ichini ko'raylikchi. Chinursin, bo'yoqcha bo'lsa kerak, bilasizlarmi? Tak, mana bularni shu bo'yoqchaga qoldirib ketdik, chunki hayot shirin tuyulmasligi kerak. Bo'ldi. Yaxshi, endi esa ketdik. Hozir ko'ramiz. Yana nimalarni to'g'irlashimiz mumkin. Menimcha
Bo'ldi, boshqa hech narsa qolmadi. Qishloq bolее-menее o'z holiga keldi. Endi adminni tak bosib yubormadim. Yaxshi ko'rsatishimiz kerak. Xo'sh. Undan tashqari bizda fermalar ko'p do'stlar. Buni qaranglar, hammasi chiroyli turibdi. Bilmadim qayerda bo'lishi mumkin. Chaqirganday bo'ldingmi? Janob admin, Xo'sh. xullas bizni qishloqni qarang, hammasi siz aytgan kamchiliklarni yo'q qilib chiqdik. Yo'q, Ha, hozir ko'ramiz. balki qishloqni qutqarib qolishning iloji bo'lar. Ko'ramiz debman-ku. Aha. Xo'sh. Mana bu огородchi. Огородni unutma, lekin daraxtlarni olib tashladim. Yo'q, Mashinalarni olib qo'ydim, har xil qurilmalarni buzib tashladim. yo'q. Ha, faqatgina o'yinchilarniki qoldi. Ruxsatnoma bersangiz, ularni ham buzib tashlayman. Yo'q. Nima? Men bu yerni yo'q qilmoqchi edim. Nima? Shahar qurish uchun. Chunki qishloqning o'zi dabdala, sen esa meni chalg'itding. Yo'q, notebookdan olmang iltimos. Yana bitta muammo kamaydi. Endi bu qishloqni yo'q qilib, o'rniga shahar qurish mumkin bo'ladi. Nihoyat, ahmoqona qishloq.